Putinning yordamchisi Donbassdan har ikki tomonning qo'shinlari olib chiqilishini istisno qilmadi. Biroq hududlar ertami-kechmi baribir Moskvaga tegishli bo'lishini aytdi. Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov Kommersant nashriga Donbassda demilitarizatsiya qilingan hudud yaratish g'oyasiga izoh berdi. O't ochishni to'xtatish faqat Ukraina Donbassdan o'z qo'shinlarini to'liq olib chiqib ketganidan keyingina yuz berishi mumkin. Shundan so'ng u yerda nima bo'lishi haqida gaplashamiz, dedi Ushakov. Ehtimol Donbassda Rossiyaning ham Ukrainaning ham qo'shinlari bo'lmaydi, ammo u yerda Rosgvardiya bo'ladi, bizning politsiyamiz bo'ladi. Tartibni saqlash va normal hayotni tashkil etish uchun kerak bo'lgan hamma narsa bo'ladi, deya qo'shimcha qildi Putinning yordamchisi. Ushakovning ta'kidlashicha, har qanday holatda ham bu hudud Rossiya hududi hisoblanadi va agar muzokara yo'li bilan bo'lmasa, baribir harbiy yo'l bilan Moskva nazoratiga o'tadi. Putin va Erdo'g'an Turkmaniston poytaxtida uchrashdi. RIA Novosti. Xabar berilishicha, Rossiya va Ukraina rahbarlari Ashxobodga Xalqaro tinchlik va ishonch yili, Xalqaro betaraflik kuni hamda Turkmanistonning doimiy betaraflik maqomi berilganining 30 yilligiga bag'ishlangan forumda ishtirok etish uchun borgan. Ikki davlat yetakchilarining uchrashuvi tafsilotlari hali e'lon qilinmagan. Armaniston bosh vaziri Moskvaga tashrifi chog'ida ertalab shahar markazida velosipedda sayr qildi. Nikol Pashinyan 26 kilometr masofani bosib o'tdi va sayr aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma'lum qildi. AQSh va Yaponiya harbiy samolyotlari Xitoy va Rossiyaga javoban mashg'ulotlar o'tkazdi. Reuters. Qo'shma Shtatlarning yadroviy qurollarni tashishga qodir bombardimonchilari Yaponiya qiruvchi samolyotlari bilan birga Yapon dengizi ustidan parvoz qildi. Bu harakat avvalroq Xitoy va Rossiya harbiy samolyotlarining Yaponiya va Janubiy Koreya atrofida o'tkazgan mashqlaridan so'ng amalga oshirildi, deya xabar bermoqda agentlik. Yaponiya va AQSh kuchi bilan holatni bir tomonlama o'zgartirishga urinishlarning oldini olish borasidagi qat'iy irodani ko'rsatdi. Yaponiya mudofaa kuchlari va AQSh qurolli kuchlarining tayyorgarlik pozitsiyasi tasdiqlandi, deyiladi Yaponiyaning mudofaa vazirligi bayonotida. Ma'lum qilinishicha, mashg'ulotlarda AQShning 2 ta B-52 strategik bombardimonchisi, Yaponiyaning 3 ta F-35 qiruvchi va 3 ta F-15 qiruvchilari qatnashgan. Ukraina Donbassni qurolsizlantirilgan hududga aylantirishga rozi. Bu haqida Le Monde Ukraina muzokarachilar guruhi a'zosi Mikhail Podolyakka tayanib xabar bermoqda. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, bu ikkala tomondan ham front chizig'idan o'z qo'shinlarini olib chiqishni talab qiladi. Ukraina urushida halok bo'lgan 155 mingdan ortiq rossiyalik harbiyning shaxsi tasdiqlandi. Ularning 3 dan 1 qismi ko'ngillilardir. Bu haqida BBC rus xizmati va Mediazona nashri jurnalistlari ochiq manbalar asosida o'tkazilgan surishtiruvlar natijasiga ko'ra ma'lum qildi. Xitoy birlashgan davlat, chunki ularda bitta ovoz bor. Bu prezident Si, u buni bajar deydi va shu bilan ish tugaydi. Bizda esa boshqa tizim mavjud, dedi AQSh prezidenti Donald Trump. Ukraina Trampni o'zini so'nggi tinchlik rejasiga erkin iqtisodiy zona orqali qiziqtirishga umid qilmoqda. Politico. Nashrning yozishicha, Ukraina Qo'shma Shtatlarga Donbassda qurolsizlantirilgan erkin iqtisodiy hudud yaratishni taklif qilgan. Bu hududga amerikalik biznesmenlar investitsiya kiritishi mumkin bo'ladi. Biroq Politico manbalari Rossiya bunga rozi bo'lishiga shubha bildirmoqda. Ularning aytishicha, Trump Ukrainani zaif tomon sifatida ko'rmoqda. Tinchlik rejasini qo'llab-quvvatlamayotgan yagona shaxs bu Zelenskiy, Donald Trump. Men Rossiya bilan kelishuvga juda yaqin turibmiz degan fikrda edim. Ukraina bilan ham kelishuvga juda yaqinmiz deb o'ylagandim. Aslida prezident Zelenskiydan tashqari boshqa barcha odamlarga kelishuv konsepsiyasi juda ham yoqmoqda, dedi AQSh prezidenti.